insonni yaratgan, uni tabiatini bilgan Alloh taolo aytayaptiki, sizlarning qalbinglar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Demakki, insonning qalbi orom olgandan keyin, sakinat, taskin topgandan keyin u saodatli bo'ladi, baxtli bo'ladi. Hamma inson saodat istaydi, baxt istaydi, osoyishtalik istaydi, sakinat istaydi. Va mana shu maqsadga yetishlikda kimdir boyligini maqsad qilib qo'yadi. Boylikka yetsam baxtli bo'laman deydi. Kimdir mansabga yetsam deydi. Xullas, har kim o'zicha bir andozalarni, miqyoslarni, o'lchovlarni qo'yib olgan oldiga. Lekin siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz subhanahu va taolo aytayapti: "Ogoh bo'linglar, ko'zinglarni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi." Bugun zikr haqida suhbat qilamiz. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra qalbni ochadigan boshqa amal yo'q. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra savobi ulug'roq bo'lgan amal yo'q. Demak, insonning qalbini ochilishligi, yuksalishligi Allohning zikriga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Fazkuruni azkurukum." Ey bandalar, meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Bilasizlarmi? Yer yuzida bir jannat bor. Allohning zikri degan jannat. Allohning zikri bu yerdagi jannat. Kim mana shu yerda yashab turib shu jannatga kirmagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Ilm majlisi, Qur'on tilovati, Allohning zikri bo'lgan halqalar. Mana shu zikrda o'tirgan odam jannatga kirgan hisoblanadi yer yuzidagi. Endi yer yuzidagi jannatga kirdimi, inshaalloh oxiratdagi jannatga ham kiradi. Allohning zikri, birodarlar, qalbni toyilishdan, mashaqqatlardan, iztiroblardan qutqarish degani. Allohni zikr qil, birodar. Zikring uni orqasidan keladigan foydalar uchun bo'lib qolmasin. Juda ham nozik nuqta shu. Boshida aytib qo'yay. Allohni zikr qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Maqsad shu bo'lsin. Allohni zikr qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Allohni zikr qilsang, uni muhabbatiga erishasan. Mana shu maqsadda zikr qil. Undan keyin keladigan narsalar Allohning hadiyasi deb qara. Ha, mana zikrda moncha aytsam, manaqa bo'lar ekan, duoda moncha o'qisam, manaqa bo'lar ekan degan niyatda aytib qo'ysang, unda adashasan. Allohning roziligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohga yaqin bo'lish uchun degan niyatda zikr ayt, shu zikring to'g'ri bo'ladi, shundan keyin u zikrning foydalarini ko'rasan. Kim Alloh uchun 40 kun taqvo qilsa, uni tilidan hikmat chashmalari otilib chiqadi degan hikmatni eshitdi bir odam. 40 kun Alloh uchun taqvo qildi nazarida. Lekin 40 kun o'tgandan keyin tilidan hikmat chashmalari otilib chiqmadi. Otilib chiqmadi-yu dedi, sendan otilib chiqmaydi deyildi. Chunki u taqvoni Allohni rozi qilishligi uchun emas, shu hikmat chashmasiga ega bo'lish uchun qilgan edi. Tushunarli birodarlar? O'zi zikrlarda hozir foydalarini aytib beraman. Ayrim zikrlarda xos foydalarni yozib keldim. Ungacha bilib olinglar nima uchun zikr aytish kerakligini. Xulosa, zikrni Allohni rozi qilish uchun aytamiz, undan keyin nima bo'lsa Alloh taolaning fazli. Zikrning asosiy maqsadi shu bo'lsin. Shundan keyin zikrning orqasidan keladigan foydalar, endi u yog'i Alloh taolaning marhamati deb qabul qilasan. Allohni zikr qilish bu yaxshiliklarga, yutuqlarga erishishning eng oson va eng yaqin yo'li. Zikrning nima foydalari, qanday ulkan foydalari borligini bilmoqchi bo'lsang, kitob-u sunnatga nazar sol, shuni o'zi kifoya qiladi. Sen birodar har kuni zikr malhamini olib, sinab ko'rib, shifoga erishgin. Allohni zikr qilish bilan qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u bulutlari tarqaydi. Allohni zikri bilan mashaqqat, kulfat, afsus tog'lari surilib ketadi. Zokirlarning qalblari osoyishta, osuda va xotirjam. Bundan ajablanma. Allohni ko'p zikr qiladiganlarning hayoti osuda ekanidan ajablanma. Buning o'rniga sen Allohni zikr qilmay yurgan g'ofillar qana qilib yashayapti-kin deb hayron bo'l. Bir kunda bir marta Alloh demaydiganlar bor. Yekkanda bismillah demaydi, o'tirganda bismillah demaydi, Allohni eslamaydi. Allohni zikridan g'ofil bo'lgan insonlar qana qilib hayot kechiryapti-kin, shundan hayron bo'l birodar. Alloh taolo aytadi: "Amwatun g'ayru ahya va ma yash'uruna ayyana yub'asun." Ular jonsiz o'lik. Ya'ni nafas olyapti, yuribdi, lekin o'lik.
va qachon qayta tirilishlarini ham sezmaslar. Shuning uchun birodar, qiynalgan bo'lsang hayotda, charchagan bo'lsang, mashaqqatlardan shikoyat qilib yig'layotgan bo'lsang, uni ismini zikr qil. Uni muqaddas ismi bilan duo qil, iltijo qil. Hal ta'lamu lahu samiyya. Unga teng biror zotni bilurmisiz? Birodar, seni qalbingning xotirjamligi Allohni zikr qilishingga bog'liq bo'ladi. Qancha ko'p zikr qilasan, qancha ixlos bilan, qancha bir e'tiqod bilan zikr qilasan, qalbing shuncha xotirjam bo'ladi. Bu meni gapim emas. Bu Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Hammamiz xohlaymiz bir narsani bilishni. Nima u deng? Allohning huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Xohlaymiz-da. Alloh meni qadrlarmikin? Allohning huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Bilishni xohlaysan, birodar? Albatta xohlaysan. Buni yo'li bor. O'zingga qarab ko'r. Sen uchun Allohning zikri qaysi o'rinda? Allohning zikr qilishligini qadri senga qanchalar baland? Shunga qarab seni ham qadring belgilanadi Allohning huzurida. Zikr siz uchun qanchalar qadrli? Shunga qarayanda bu yog'ini bilib olavering. Endi tushunyapsan birodar, nima uchun qalbingda doim siqilish, tashvish, qo'rquv bor? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar shunqa bir siqilib, bo'g'ilib yashaydi? Nima sababdan mana shu narsalar qalblarimizni egallagan? Endi anglayapsizlarmi? Agar bizni ham qalbimiz mana shunaqa siqilishda, istirobda, bo'g'ilishda bo'lsa, demak, buni sababi nima ekan? Allohning zikridan uzoq ekanmiz. Shu muomalaga kirib qolamiz. Endi qutulishning yo'li Allohning zikriga qaytaylik. Voy birodarlar, zikr shunaqa zo'r ibodatki, uni vaqti yo'q. Albatta tahorat bo'lish shart emas, masjidga borish shart emas, yurib ketayotib aytsangiz bo'ladi, o'tirib aytsangiz bo'ladi, yonboshlab aytsangiz bo'ladi, aytsangiz bo'ldi. Shunaqa yengilki, shuni ham aytmaymiz-da. Nimaga aytmaymiz? Tillarimizga og'ir. Kishi Allohning zikrini tiliga kelishligi og'ir bo'layotganligi uning qalbidagi nifoq sababidan deyiladi. Tilingizga zikr kelishi qiyin bo'lyaptimi? Majbur qilib bo'g'ib qilib aytyapsizmi? Zikr qilishlik oson emasmi, qiyin bo'lyaptimi? Qalbingizdagi nifoqning belgisi bor deydi ulamolar. Allohning zikri degani Allohga suyanish degani. Unga suyanish degani, ishonish degani, tavakkul qilish, qaytish degani. Allohning zikri degani Alloh haqida yaxshi gumon qilish degani, undan yengillikni kutish degani. Agar duo qilsang Alloh senga yaqin. Nido qilsang eshitadi. So'rasang ato qiladi. Shuning uchun Allohga zorlan. Duo qil, undan qo'rqin. Sano ayt, hamd ayt, duo qil, istig'for ayt, uni pokiza ismini doim tinimsiz takrorla. Inshaalloh uni madadi bilan saodatni topasan, omonlikni, xursandchilikni, nurni, osoyishtalikni inshaalloh qo'lga kiritasan. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom oladi. Bo'ldi, ertadan shu zikrlarni aytaman degan xulosa bilan chiqib ketish kerak. Tevada 18 ta mavzu o'tdikmi? U bir tomon bo'lsa, bu o'zi bitta alohida tomon. Tushunyapsizlarmi? 18 ta darsimiz bitta pallada, mana shu zikr bitta pallada. O'sha 18 ta o'tgan narsamizni doim hayotimizda turishi, o'shunga amal qilishligimiz zikrga bog'liq. Estağfirullah. Fa'atahumullohu savabad dunya va husna savabil axirah vallohu yuhibbul muhsinin. Bas mana shunday zokirlarga Alloh dunyoda ham savob, g'alaba, mol davlatni berdi va oxiratda ham go'zal ajrni, jannatni ato qiladi. Kimga? Zokirlarga. Allohni ko'p zikr qiluvchi bandalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Abu Dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga qaraymiz. Rasululloh aytadilar, sizlarga amallaringlarni eng yaxshisini o'rgataymi? Podshohlaringiz huzuridagi eng pokizasini o'rgataymi? Darajalarni ko'taruvchi, oltin, kumushni sarflashingizdan ko'ra yaxshiroq, dushmanga ro'baro bo'lib, sizlar uni bo'yniga qilich urishinglar va ular ham sizlarni bo'yningizga qilich urishidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi? Ha deyish sahobalar. Zikrulloh dedilar Rasululloh. Allohning zikri, Allohning zikri. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng ulug' amal.
Allohni zikr qilish eng ulug' amal. O'lik inson, o'lik uy. O'lik inson nafas olib turib harakatlanayotgan bo'lsa ham o'lik. Qalbingda qo'rquv, xavotir, vahima, siqilish bormi? Bu nima sababdan shular bor, bilasanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul ladzi yazkuru robbahu val ladzi la yazkuru robbahu, kamasalil hayyi val mayyiti." Buxoriydan. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Nafas olib yurgan bo'lsa, yo Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, bu odam o'lik deyapti payg'ambarimiz. Endi bu o'lik qalbda qadam xursandchilik bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda qadam bir osoyishtalik, sakinat bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda saodat qayerdan bo'lsin? O'li bo'lgan bu qalb. O'lik uy. Uy ham o'lik bo'ladi. Garchi ichida odamlar yashayotgan bo'lsa ham. Imom Muslim keltirgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Masalul baytillazi yuzkarullohu fihi val baytillazi la yuzkarullohu fihi masalul hayyi val mayyiti." Ichida Alloh zikr qilinadigan uyning misoli va ichida Alloh zikr qilinmaydigan uyning misoli tirik bilan o'ligning misoliga o'xshaydi. Qarang, tirik uy bor ekan, o'lik uy bor ekan. Tirik odam bor ekan, o'lik odam bor ekan. Allohni zikr qilgan odam tirik, Alloh zikr qilingan uy tirik. Endi Allohni zikr qilmagan odam o'lik, Alloh zikr qilinmagan uy ham o'lik, o'likning ichidagi o'liklar. Uyingda birodar baraka yo'qmi? Osoyishtalik, sakinat yo'qmi? Qarab ko'rchi, uyingda Allohning zikri bormikin? Yo'q. Ko'pchilik uylarda Allohning zikri yo'q. Unda nima bor uylarda? Sanaymiz. Konsertlar, futbollar, masxarabozlarning tomoshalari, seriallar, oldi qochdi shoular. Agar seni birodar uyingda faqat shular bo'layotgan bo'lsa, sen qaysi saodatni uyingda istayapsan, birodar? Bunaqa Allohning zikri bo'lmaydigan uyda qanaqa sakinat bo'lishi mumkin? Axir bu uyga shaytonlar to'lib bo'lgan u. O'lik uyning ichidagi o'lik odamlar. Bir odam Alloh taolodan duo qilib bir hojatlarni so'raydi. Yana boshqa bir banda Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, doim tili zikrda, zikr shunaqa band qilib qo'yganki, nimani so'rashligi esdan chiqib qoldi. G'ami, kamchiligi esdan chiqib qoldi. Endi buni holati nima bo'ladi? Rasululloh aytadilar: kimni meni zikr qilish o'zining hojatini so'rashdan to'sib qo'ygan bo'lsa, zikrni ko'p aytganligi bilan ovora bo'lib, ko'p zikr aytib, hojatini so'rash esdan chiqib qolsa, bas men unga so'rovchilar so'raydigan narsalardan ko'ra afzalroq narsani ato qilaman. Siz zikrni qilaveringda, indamay qo'ying nima kerakligini. Chunki Robbingiz o'zi biladi sizga nima kerakligini. So'rash ibodat. Zikr ham ibodat. Lekin zikrni qarangda, ham zikr bo'lyapti, ham so'rash bo'lyapti bir vaqt o'zida. Shuning uchun aytildi-da, "Vala zikrullohi akbar." Allohning zikri eng buyuk amal. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman." Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz? Aqlingiz bavar qiladigan narsa emas. Siz aqlingiz yetmaydi. O'ylang, bir mahallangizda bir odam bor edi yoki billa katta bo'lgan o'rtog'ingiz bor edi. Billa yasharingiz, bir kun kelib prezident bo'ldi. Mamlakatingiz prezidenti bo'ldi. Keyin rosa mansabda cho'qqisida turgan paytda bir intervyusida sizni esladi. Men maktabda o'qigan paytimda falonchi o'rtog'im bo'lardi. Shu mana fandan menga yordam berar desa, bilasizmi qanday baxtli his qilasiz o'zingizni? Chunki sizni kim zikr qildi? Kim esladi sizni? Prezident. Endi Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Agar banda meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman. Agar meni o'sha bandam bir majlisda, maloda, bir jamoat ichida zikr qilsa, men u bandamni ularning majlisidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan majlisda zikr qilaman.
Maloil a'lo, maloikalarning majlisida zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Alloh sizni zikr qilsa birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu banda bilan birga bo'ladi. Alloh siz bilan birga bo'lishini xohlasangiz, Allohni zikr qiling. Qo'llab-quvvatlaydi. Yana nima kerak sizga boshqa? Nima kerak yana sizga boshqa? Allohga sen banda zikrni ko'p aytib, unga yaqin bo'lganing sari Alloh ham senga yaqin bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Sabaqal mufarridun." Mufarridlar o'zib ketdi hammadan. Aytishdiki: "Ya Rasululloh, mufarridlar kim?" Rasul aytdilar: "Az-zakirunalloha katiran va zakirat." Imom Muslimdan. Allohni ko'p eslaydigan erkaklar, Allohni ko'p eslaydigan ayollar. Mana shular o'zib ketishdi. Hamma narsada o'zib ketishdi. Mana endi zikrni qanchalar muhim narsa ekanligi va qanchalar oson, qulay narsa ekanligi, maqsadimizga yetkazadigan eng oson va qulay yo'l ekanligini tushundik. Mana endi ayrim zikrlarning fazilatini aytib beraman. Nimaga aytmayapman shu zikrni men deysiz? Abu Umoma Bohili roziyallohu anhuning hadisi. Abu Dovuddan keltiriladi. Kunlari birida Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu masjidda namozdan bir tashqari vaqtda ko'p o'tiradigan bo'lib qoladi. Rasululloh buni kuzatib turib: "Ey Abu Umoma, nimaga bu ko'p o'tiribsiz namozdan tashqari vaqtlarda?" deganida hali sahoba boshini egib o'tiribdi-da: "Ya Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p" deydi. Kimi g'ami yo'q? Kimi g'ami yo'q? Boyda ham, kambag'alda ham g'ami bor. Kambag'al qarzni to'lamay g'amda bo'lsa, boy haqini undira olmay g'amda. To'g'rimi? Rasululloh aytdilar: "Men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularda aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi." Endi qanday? Shu gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib, qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarda foydasi yo'q-da. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni sust. Undan ko'ra $1000 berganingiz yaxshi uni qo'liga. Narxini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. O'rgating yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deng: "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal." Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Endi aytamiz, chunki g'am hal bo'lar ekan, qarz uzilar ekan. Lekin boshida aytdik darsimizni. Bu zikrlarda aytishdan maqsad Allohning roziligi, Allohning muhabbati, Allohning yaqin bo'lishlik bo'lsin. Bu masalalar keng beradigan narsalar. Bir qori ukam shu muammoga kirib qolganda men ham xuddi shu nasihatni qilgan edim. Bir oy o'tmadi domla, hamma yo'q hal bo'ldi deb keldi. Chunki biz o'zimiz ham ko'rganmiz-da bu zikrda aytib turib, hayotimizda ta'sirini, hayotimizda samarasini ko'rganmiz. O'shuning uchun ishlanib aytgan edik. Ishlanib olib, ishlanib aytgan ekan, Alloh hal qilibdi. Bir oyda problemalar hal bo'ldi domla deyapti. Birodarlar, uyga kirib olib yig'laysiz. Yig'laysiz. O'sha qilgan duolaringizni, zikrlaringizni foydasini ko'rganingizda kirib shukronasiga yig'laysiz. Lekin zikrni umuman qo'ymay qo'yasiz. Zikrni umuman tilingizdan qo'ymay qo'yasiz. Biz mana shu hadisni voqeligini hayotimizda o'zimiz ham ko'rdik, shogirdlarimizni ham ko'rdik, sizlarni ham inshaalloh ko'ramiz. Faqat ixlos bilan aytilsin, doimiy bo'lsin. Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ila Rasululloh. Shoshilmasanglar duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshilamiz yo Rasululloh? Rasululloh aytdilar, sizlardan bittanglar Allohga duo qiladi, keyin aytadi, duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deydi. Mana shu odam shashiltirdi, endi buni duosi ijobat bo'lmaydi. Istig'forning ayrim foydalari. Nuh alayhissalom o'zini qavmini 950 yil da'vat qildi. Va ularga Robbilariga istig'for aytishlikni buyurdi.
Avvalambor gunohlarga mag'firat. Men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar, albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Ikkinchisi, yomg'ir yog'ishiga sabab. Yursilis sama alaykum midrora. U zot ustinglarga osmondan yomg'ir yog'diradi. Rizqmi, barakami? Uchinchi foydasi, moli dunyo, farzandlar bilan quvvatlaydi. Va yumdidukum bi amwalin va banin. Va sizlarga moli dunyo, bola chaqa bilan madad beradi. To'rtinchi foydasi, bog'i bo'stonlarga sabab bo'ladi. Va yaj'alakum jannatin. U Alloh sizlarga bog'i bo'stonlarni beradi. Beshinchi foydasi, daryolarda suvni serob bo'lishiga sabab. Va yaj'alakum anhara. Sizlarga oqar daryolarni ato qiladi. Bitta istig'forga. Oltinchi foydasi, jismoniy quvvatingga quvvat bo'ladi istig'forni ko'paytishing. Va yazidukum quvvatan ila quvvatikum. Va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat beradi. Yettinchi foydasi, istig'for chiroyli rizqni kelishiga sabab bo'ladi. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. U Alloh sizlarni ma'lum muddatgacha chiroyli rizq bilan bahramand qilur. 8-chi foydasi, har bir fazl egasining fazliga erishishiga sabab bo'ladi. Va yu'ti kullazi fadlin fadlahu. Va har bir yaxshilik sohibiga yaxshilik mukofotini berur. 9-si, balolarni daf bo'lishiga sabab bo'ladi istig'for. Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun. Modomiki ular istig'for aytib turar ekan, Alloh ularni hargiz azoblamaydi. Sanab chiqamiz, kelinglar. Istig'forning birinchi foydasi gunohlarga mag'firat. Yomg'ir yog'ilishiga sabab, moli dunyo, bola chaqa, bog'i bo'ston, daryolar, quvvat, chiroyli rizq, har bitta fazl egasi fazlini oladi, balolarni daf bo'lishi. Bitta istig'for uchun yana nima kerak sizga? Yana nima kerak? Nimada yuribsiz o'z ko'chada? Bola, chaqa, tirikchilik, hammasi istig'forning ichida turibdi. Quvvatda yurmayapsiz ko'chada, quvvat ishida ekan. Daryo, yomg'ir, bog'roq nimani evaziga berilyapti? Voy, men nima qilib yuribman istig'for aytmasdan degan xayol keldimi kallanglarga? Astagfirullohal azim va atubu ilayh. Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh. Qaysinisi tilingizga qulay? Ketkuchi aytib keting shuni mashinada uyingizga. Ishga ketkuchi aytib keling. O'tirib ayting, turib ayting, ishga ketayotib ayting, yurib ketayotib, kiyinayotib ayting, zikr ayting birodar. Bilasizmi zikr nimaga o'xshaydi? To'ydagi gul qurishni boshlaganda suv qo'yasiz, u gul yashnaydi. Ana shu gul siz bilan bizning qalbimiz. Ana shu quyilayotgan suv Allohning zikri. Shuning uchun aytdik, Allohni zikr qilayotgan odamning qalbi xotirjam, osoyishta bo'lganiga hayron bo'lma. Allohni zikr qilmayotganlar qana yashayotganiga hayron bo'l. Salovatning foydalari. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishning foydalari. Rizqni keng bo'lishi, hojatlarning ravo bo'lishida Rasulullohga salovat aytishlikning fazilati. Odamlarning ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishigidan bexabarligi uchun salovatga beparvo. Qaytarib aytaman, payg'ambarimizga salovat aytishlik hamma muammolarni hal bo'lishligining sababi. Insonlarda aqli yetmaydigan, insonlarda qo'lidan kelmaydigan masalalarni hal bo'lishi ham salovatga bog'liq. Ishonasizmi, birodar? Ishoning. Qanday endi men Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb yursam, problema seniki hal bo'lmaydi. Seniki hal bo'lmaydi million marta aytsang ham, chunki iymon yo'q. Endi u problema hal bo'lish uchun aytyapsan, o'sha uchun ham hal bo'lmaydi seniki. Avvalambor Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik Allohning buyrug'i. Astagfirullah. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh ham salovat aytadi payg'ambarga, malaikalar ham aytadi salovat payg'ambarga va ey mu'minlar, sizlar ham payg'ambarga salovat aytinglar. Qarang, Alloh taolo o'zi aytayapti salovatni. Tushunyapsizlarmi qanaqa ulug' ibodat bu? Ubay ibn Ka'bning hadisiga murojaat qilamiz. Ubay ibn Ka'b mushtahid sahobalardan bo'lgan. Eng peshvo ilmdagi sahobalardan bo'lgan. O'zini qiladigan duolari bo'ladi kunda.
"Ya Rasululloh, shu duolarim ichidan qanchasini sizga salovat qilay?" dedi. Duo qiladi, "Qanchasi sizga salovat bo'lsin?" dedi. Rasululloh aytdilar, "Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmini qilaymi, 3dan 1ni qilaymi? Payg'ambarimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha o'zingga yaxshi" deurdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, "Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duoyimni sizga salovat qilib olaman" dedi. "Faqat salovat aytaman" dedi. Mukofotni qarang. Rasululloh aytdilar, "Idan tukfa hammaka va yughfar zambuka." Unday bo'lsa, bu ishingiz g'amlaringizga kifoya qiladi, gunohlaringiz mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Salovatni qancha ko'p aytsang, muammoing qolmaydi deyapti. Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymonda Anas ibn Malikdan keltirilgan hadisda aytadi, kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz-a? Ertaman chiqib kech-kech yurasiz, bitta problemangizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoini hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Muhammad alayhisalomga salovat aytishning samaralari. Salovatni ko'paytgan odamga savoblari 10 barobar ko'paytiriladi. Darajasi 10 barobar ko'tariladi. 10 ta gunoh o'chiriladi. Qiyomatda shafoatga ega bo'ladi. Alloh taolo uning g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Maloikalar unga salovat aytadi. Allohning amrini bajo keltirgan bo'ladi. Duolarning ijobati bo'lishiga sabab bo'ladi. Mo'min kishi salovatni ko'paytar ekan, baxilligidan omon bo'ladi. Baraka kelishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kuni bandani qadami sobit bo'ladi. Allohga yaqin bo'ladi. Dunyo oxiratda maqsadiga erishadi. Rahmat eshiklari ochiladi. Payg'ambarga salovat ko'paytgan kishiga payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati isboti topiladi. Faqirlikni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmonning qalbi tirilishiga sabab bo'ladi. Rasulullohga manzilat jihatdan yaqinlashadi va yana bundan boshqa 100 dan ortiq fazilatlarga, xayriyatlarga ega bo'ladi. Kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat etgan kishi. Ana istig'forning foydasi. Ana salovatning foydasi. Yana aytiladi, kim kalima tavhidni la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodirni bir kunda 100 marta aytsa, 100 ta gunoh o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Yana nima kerak bizga? Afzalu zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh. Alloh azza va jalla siz bilan bizga xitob qilib aytayapti. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar, qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla doim o'zini zikr qiladigan zokir bandalardan qilishligini so'raymiz. Alloh o'zi tavfiq bersin. Bizdan niyat, bizdan harakat, tavfiq Allohdan bo'ladi. Banda ishlarning oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhisalom juda ham katta o'tni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhisalomning oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhisalom keldida, "Alaka haja ya Ibrohim?" Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi? "Ha, ushlab qoling" demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. Sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishni hojati yo'q dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolo dedi, "Qulna ya naru
kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustinglarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar: "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatning davomini qarang. Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin, ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonning toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu doifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbimizga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi shunaqa bir musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolo aytayapti: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohning o'ziga suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mo'min bo'lsangiz, shart qo'yapti: "In kuntum mu'minin." Agar mo'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emiziklik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiza ayol, qo'lida emiziklik bolasi, hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yuzayyana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhisalom onasi, u ham ojiza, zaif ayol. Firavun hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib, uyma-uy so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiza ayolning? Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasriga borib, Firavunning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisalomning himoyasida, xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohning o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimiz o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hilalar, shaytoniy hujumlar ustingga bostirib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Chunki shaytonning hilasi
Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman, Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hiylalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolo nima dedi? Meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyalloh va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamiga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hiylalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda, bir muammoingiz bor. Bu yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplolmayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seryozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi, ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam, gapiga javob beradi. U haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi, ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlavering desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, uje nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz-a? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'g'rilab beraman desa, xotirjam bo'lasiz-u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingni menga topshir, o'zim bitkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik, zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3 dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da dedilar. O'sha darsda o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Bir 10 tadan ko'proq odam o'tiradi darsda. Ajlar ishona olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitamda ish bergani yaxshi emasmi? Masalan, qarzim bor. To'g'risi salovat aytib o'tirsam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshityapti-ku kunda kelib. Qarang, bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Ha, hayotda osuda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekor qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysiz-da. O'shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa, hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustingga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar. Anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar, taqvoimiz yo'qligi deysizlar, namozga beparorligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar.
Nimaga shu muammolar kelyapti, bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilg'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshilikni umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patqalimlikdan va nimadan? Puldor odam kasal ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. Qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qilsa, qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi bunday qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulli savdo qilsa ham bunday turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar. Olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishlik uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekanda, Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pichoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishlik uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqning qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming yahudi bilan chiqdi, qochib. Dengizning oldiga keldi. Orqadan Firavun qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishlik uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavunning qo'shiniga otgani yo'q, Bani Isroil ishidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ludi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarlimi birodarlar? Pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavunning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bitta sabab yo'q. Alloh xoladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sababni qildi. Ismoil alayhisalomni tomog'iga pichoq tortildi, inson sababni qildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularni hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija. Ammo Firavun ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'raylar kattalardan. Bolam bezillamadi, Xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning uchun birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqitsa qo'rqib ketma.
Birov yaxshi narsani va'da qilsa, ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababni ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa, bo'lishini. Shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qolmang birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayverasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfirullah, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am, qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilginu, hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yoq nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Birov senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulovlariga ushqashtirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytgandaqa bo'l, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa, Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshiqcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r solib qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shigacha chiqishdi. Qarang, bironta sababni foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sababni qildilar. Shimolga qaramay yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarning izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sababni qildilar, ammo bu sabablarning bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'iladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisining va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakda to'rt to'sdimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xolodi shu o'rgimchakda to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohning xohishi yetkazadi. Allohning xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qarangda, shu yerda bitta sabab qoluvdi.
Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa. Bitta sabab qoldi. Qaysi sabab edi qilish kerak edi ular? Oxirgi sabab edi. Nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mikrofon ishlamay qolsa manavi, ona qori kelmay qolsa manavi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjamisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkalchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamdaqa faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmagandaqa Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? O'shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul 3 xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik. Bu Allohning taqsimiga, Allohning bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohning qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulning birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak, birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamni g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha? Pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishinglar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi, shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alal ladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar yo Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqimni yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi, shat izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan
Haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohning o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohning o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi. Tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizning bo'yiga keldi. Bo'yiga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim, unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natgani kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'ochning ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizning bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib. Kema yo'q, bir payt g'o'la sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib turib, yorug'ning ichidan tillasi chiqdi, haligi odamning yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldida, uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kema istab chiquvdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkazdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketaverdi. Yog'ochning ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yo'q nima bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Saodatning 28-sababi hasbunallohu va ni'mal vakil. Bizga Allohning o'zi kifoya va u naqadar yaxshi vakil.